87600 soat. 3650 kun. 521 hafta. 120 oy. 10 yil. Bu shunchaki raqamlar emas. Bu Elite Building kompaniyasining mehnat, g'ayrat, fidoyilik bilan bosib o'tgan vaqt yo'li. Bu har bir poydevor ostida mehnatkash qo'llar izi. Har bir devorda orzular nafasi mujassam bo'lgan yillar. Elite Building. Ishonch ustida qurilgan kelajak. Elite Building kompaniyasi 2015-yilda tashkil etildi. Ish boshlaganimizda atigi 15-20 nafar fidoyi xodim bor edi. Bugunga kelib bu son 1000 nafardan oshdi. Bu rivoj, bu jamoaviy yutuq. 2025-yilga qadar 2500 dan ortiq xonadon o'z egalariga topshirildi. Har bir xonadon bir oilaning baxti, bir insonning orzusi. Kompaniyamiz ilk qadamini Samarqand shahrida boshlab, oradan yillar o'tib Toshkent, Navoiy va hozirda Sirdaryo viloyatlarida ham faoliyat olib bormoqda. Hududlar kengaymoqda, mas'uliyat esa yanada ortmoqda. Bugungi kunda kompaniya asoschilari Ilhom Aslamovich va Amir Aslamovich rahbarligida bir vaqtning o'zida 4 ta obyekt qurilishi davom etmoqda. Bu jamoamizning harakatdagi kuchi, yetakchilarning qat'iyati va oldinga intiluvchi yuraklar mevasidir. Asoschilarimiz qurilishdan avval ham mehnat bozorida ko'plab ish o'rinlari yaratganlar. G'isht ishlab chiqarish zavodlari, kafe va restoran tarmoqlari orqali 100 dan ortiq fuqaroga doimiy ish joylari yaratildi. Hozir esa e'tibor to'liq xonadonlar, maktab va bog'chalar qurilishiga qaratilgan. 2016-yilda bizning ilk obyektimiz 2 podyezdli 88 ta xonadondan iborat majmua to'liq qurilib, foydalanishga topshirildi. 2017-yil xalq orasida Titanic nomi bilan mashhur bo'lgan, uzunligi deyarli 200 metrni tashkil etgan 8 ta podyezdli 350 dan ortiq xonadonli katta loyiha qurilishi boshlanadi. Bu loyiha o'z davrida Samarqanddagi eng yirik va e'tiborga loyiq qurilishlardan biri bo'ldi. 2019-yilga kelib, bu xonadonlarning barchasi o'z egalariga topshirildi. Shu bilan birga ushbu turar joy majmuasi yonida joylashgan eski hovlilar buzilib, ularning o'rnida zamonaviy ko'p qavatli uylardan iborat yangi obyekt qurilishi boshlandi. Bu loyiha 13 ta podyezd, 650 dan ortiq xonadon va 20 dan ortiq savdo hamda maishiy xizmat ko'rsatish nuqtalarini o'z ichiga oldi. Ushbu loyihalar ham o'z vaqtida sifatli va puxta topshirildi. 2015 va 2025 yillar oralig'ida Ilhom Aslamovich va Amir Aslamovichlar shaxsiy mablag'lari hisobidan bitta zamonaviy mahalla markazi va 4 ta maktab qurib, aholi foydalanishiga topshirdilar. Mahalla markaz qurdik deganingizda men tasavvur qilgan edimki, bir kichkinagina, bir ikkita xonachasi bor, bir mahalla markazi deb tushungan edimda. IT markazi ham shu birgina xonada joylashgan bir joy deb tushungan. Bu katta bino-ku bu. Bu ishlar quruvchilikdan tashqari jamiyatga xizmat qilish, xalq farovonligiga hissa qo'shish istagidan tug'ilgan. Qurishga qancha pulingiz ketdi deb so'ramayapman. Shu mahallani qurishga unga pulga savol bermang. Ancha pul ketgan shu binoni Endi qancha ketgan bo'lsa, uni pulni hisobini olmaymiz. Bizlar ham uni hisobini qilmaymiz. Bu xalqimiz, davlatimiz uchun qilyapmiz-ku. O'zimiz bilan bir yoqqa olib ketadigan narsa emas-ku. Qoladi bu yerda. Mana shu bulung'ur xalqi, o'zimizni xalq, o'zimiz davlatimizni farzandlari shu yerda o'qiydi, shu yerdan katta bo'ladi. Bismillah, mana iloyo shu maktabdan
Olimlar chiqsin deymizda. 4 qavat uchun endi buni asosiy hammasi o'ylanganda. Hammasi proyektning ustida chizilib, ekspertizadan o'tib, davlat ro'yxatidan o'tgan. Bugungi kunda Ilhom Aslamovich o'zlari ta'lim olgan 52 sonli maktabni kapital ta'mirdan chiqarish bilan birga 500 o'quvchiga mo'ljallangan 4 qavatli yangi maktab qurilishiga boshchilik qilmoqdalar. Mazkur zamonaviy maktab avgust oyining oxiriga qadar foydalanishga topshiriladi. E'tiborlisi, maktab zamon talablari asosida to'liq yangi uslubda barpo etilmoqda. Asoschilarimiz bu kabi ta'lim muassasalari qurilishini har yili kengaytirish niyatida. Bu qilingan mehnatlar o'z mevasini berib, Ilhom Aslamovich muhtaram prezidentimiz tomonidan mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Shu yillar mobaynida kompaniyamiz nafaqat Samarqandda, balki boshqa viloyatlarda ham zamonaviy xonadonlarni qurib, aholi uchun topshirdi. Bugungi kunda ham bu faoliyatlar uzluksiz davom etmoqda. Qurilishi davom etayotgan obyektlar: Samarqand shahridagi Orzular makoni turar joy majmuasi. Bu majmua 7 gektardan iborat bo'lib, 2500 tadan ziyod xonadonni o'z ichiga oladi. Kompaniyamiz bosh ofisi shu yerda joylashgan. Samarqand viloyatidagi Qorasuv premium turar joy maskani 550 ta xonadon va 200 gektar yashil maydonni o'z ichiga oladi. Sirdaryo viloyatidagi Centrum Guliston kompaniyamizning premium loyihalaridan biri. Guliston shahrining markazida joylashgan 1100 ta xonadonga mo'ljallangan. Yangi obyektimiz Zaliniyada joylashgan bo'lib, snos ishlari boshlangan. Devorlar ko'tarilmoqda, orzular shakllanmoqda. Ushbu majmualarning har biri yer osti parkovkasi va xususiy bolalar bog'chalariga ega. Jami 5000 dan ortiq xonadon qurilmoqda. Yaqin yillarda bu raqamni 25000 taga yetkazish rejamiz bor. Shu fursatdan foydalanib, siz azizlarni ertangi kun quruvchilar kuni bilan, shuningdek kompaniyamizning 10 yillik yubileyi bilan chin dildan tabriklaymiz. Sizga va oilangizga sog'lik, tinchlik, baxt va farovonlik tilaymiz. Bugun biz uchun, siz uchun qo'shaloq bayram. Elite Building kompaniyasi har doim sifatga e'tibor bilan qaraydi. Qurilgan har bir bino pishiq, qizil g'ishtdan, mustahkam poydevordan barpo etiladi. Bu bizning tamoyilimiz. Bu ishonchli uylar timsoli. Keyingi yubiley kompaniyamizning 15 yilligi bo'ladi. O'sha davrda hozirgi barcha obyektlar to'liq yakunlanib, o'z egalariga topshiriladi. Shuningdek, yangi, yanada katta va zamonaviy majmualar qurilishi boshlanadi. Biz kelajakka ishonch bilan qaraymiz. Maqsadimiz O'zbekiston miqyosida eng yirik va ishonchli qurilish kompaniyalaridan biriga aylanish. 2030-yilgacha bizning maqsad 2000 ish o'rni va qurib bitkazilgan xonadonlar sonini 8000 dan oshirish. Yutuqlarimiz yildan yilga oshmoqda. Bu yo'ldagi imkoniyatlar uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga chuqur minnatdorlik bildiramiz. Do'stlar, kelasi 15 yillikda ko'rishguncha biz bilan bo'lganingiz uchun tashakkur. Elite Building. Ishonch ustida qurilgan kelajak.